Yaxshimisan? Tinchmisan? Mehmon bormi uyda? Ha, haligi anavi xolamni bolalari kelgandi. Ha, yaxshi. Bormanglar. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xo'sh. Yaxshi keldinglarmi bolalar? Ay, yaxshi rahmat. O'zi yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Hol-ahvol so'raylik deb opamizni bir ko'rgani kelgandik. Ha, yaxshi qilibsizlar-da. Xo'sh. Nozima, bu bolalar kim? Ha, Sevara xolamni bolalari. Meni ko'rgani kelishgan ekan. Qarang-a. Sevara xolang borligini bilmas ekanman. Qaysi Sevara xolangni bolalari bu, ha? Sevara xolam bizani to'yimizga kelmaganlar. Shu uchun tanimaysizda dadasi. Kelsalar tanishtirib qo'yaman. Tushunarli. Bular Sevara xolamni bolalari bo'ladi. Meni ko'rgani kelishibdi-da. Tushunarli. Xo'sh bolalar, kelishinglardan maqsad nima? Ha? Pochcha, nima maqsadda kelishimiz mumkin? Bir opamizni ko'rgani kelgandikda xabar olib. To'g'rimi? To'g'ri, xabar olgani keluvdik. Opajonlaringni kunduzi kelib xabar olsalaring bo'lmasmidi? Ha? Pochcha, kunduzi kelishga vaqtimiz bo'lmagandi. O'shaning uchun kechga kelganingda ko'rgani. Sizlarga bir savolim bor bolalar. Qanaqa savol? Pochcha, bemalol. Ko'rinishimdan ahmoqlarga o'xshab ko'rinyapmanmi? Nima deb o'ylayapsizlar? Yo'q, pochcha. Bu nima deganingiz? Unday emas, pochcha. To'g'rimi? To'g'ri. Senlarni nima maqsadda kelganlaringni juda yaxshi bilib turibman. Birinchidan, mana buni hech qanaqa Sevara degan xolasi yo'q. Voy, dadasi, bu nima deganingiz? O'shir ovozingni. Men ahmoq deb o'ylabsanmi? Bu bolalar hech qanaqa xolangni bolalari emas-ku. Juda yaxshi bilib turibman nimaga kelganligini. Sizga hozir ovqat suzib kelaman, dadasi. Menimcha och qolgansiz shekilli.